to'ylarga, tadbirlarga sezon kelyapti. Narxlar avtomatik tushiramiz. Chunki ovushlar, mevalar hammasi narxi уже pastga tushib, stabillashadi. Biz ham avtomatik shu narxlarni tushiramiz. Videoni kuzatib tursanglar, full stolimiz bir kishiga qancha tushishini oxirida aytib o'tamiz. Mana bu yoqda povurlarimiz ishlashyapti. Bu yoqda mana sirniy asadiylarimiz, mana fermenga o'zimizning retseptlarimiz bilan baqlajon sezon kelgan. Mana baqlajon sateylar qovurib beryapmiz mana bu yoqda. Bugun menyumizda ikki xil ovqat. Mana bittasi mantar, мясопарасточный, mol go'shtini kachalka joyidan o'zimizning местный go'shtlardan. Bu menyuni o'ziga tanlashgan. Sizlar ham qanaqa ovqat desanglar, shu qanaqa sложностьda bo'lsa ham qilib beramiz. Menyuni o'zingizlar xohlagandek qilib, individualniy qilib tuzib beramiz. Shu stolimiz bir kishiga 400 mingdan to'g'ri keladi. Hozir aytilgan raqamimiz ichiga bozorlik, har bitta stolga bitta ofisant, bu xizmatlar, posuda stol hammasi kiradi ichiga. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bu narx tushishi ham mumkin, ko'tarilishi ham mumkin. Odam soniga qarab o'zgaradi. Obuna bo'linglar, bundan ham hali qiziqlari oldinda.